C15 dan srochniy narxda ikkinchi etajdan Yevro remont kvartira sotuvga qo'yilgan. No, narigi beti Gangi, bu taraf Yunusobod shaharni zo'r lokatsiyasi, markaz 15 bo'ladi. Mehmonxonasida turibmiz. Remont yangi qilib qo'yilganda, qarang. Mana podyezddan shundoq kirdingiz, oyonteklarni ko'ryapsizmi? Patologlariga ahamiyat bering. Shundoq kirganda bu yoq prixoshka bo'ladi. Chap tarafda srazi mehmonxonaga kirasiz. Uголоклari qo'yilgan. Ko'rib turgan hamma narsalar qolar ekan, faqat mana mashina olib chiqib ketishadi. Konditsioner, televizorlari kelmadi mana bu yerda. Yana bitta kichkina xona ham bor. Xullas, remont holati, dodda holatda turibdi. Keng xonalar. Sraz mana eshikdan kirish bilan o'ng qo'lda bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'lsa, ko'rasizmi, remontlarni hech qaysi xonalar gul qo'yamas. 92 kvadrat simboli. Uni yonida sraz kattalar uchun mo'ljallangan bitta yotoqxona bo'lsa, bu yoqga ham konditsionerlar qo'yilgan. Sanuzelda alohida qilinganda zo'r ekan. Bu yoq bitta dush kabina bo'lsa, rakvinalar ham tayyor holatda turibdi, yonida hojatxonasi. Ko'rasizmi, remontlarni. Mana buni ko'ring endi, qarang. Bu yoqga uголок qo'yilgan. Bu yoqda konditsionerlari, televizor, TV zonasi, xullas oshxona mana bu yerda bo'ladi. To'g'ri srazi kir mashina, gaz plita, xullas vitichka, kerakli hamma sharoitlar qilib ketilgan. 92 kvadrat Olmazor tumani, Sebzor C15, markaz 15 bo'ladi, shaharning topoviy lokatsiyalaridan bittasi. Ikkinchi etaj 5 qavatli dom bo'lsa, ikkinchi etajda narxi 119.700 dollar. Bu joyga bu narx вообще zo'r. Egalar nomeri opisaniyada bo'ladi, lokatsiya Telegram kanalida.